Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'ying. Musofirdagi yurtdoshlar diqqatiga. Registratsiya, трудовой договор, продление документа, рассрочка va INN hujjatlarini qilish kerak bo'lsa, unda aynan bizning 6 yillik tajribaga ega o'z vatandoshlari uchun eng halol va ishonchli xizmatlar endi aynan siz uchun. Yuqoridagi xizmatlar sizga kerak bo'lsa, hoziroq bizning quyidagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada bo'lish muddatini uzaytirish uchun nima qilish kerak? Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Avval xabar berilganidek 1-yanvardan boshlab vizasiz rejimda mamlakatga kiruvchi xorijliklar Rossiya hududida umumiy hisobda 3 oydan ortiq qola olmaydi. Bu muddat tugagandan keyin mamlakatga faqat kelgusi kalendar yilidan qaytib kirish mumkin bo'ladi. Bugungi qonunchilikdagi o'zgarishlar kimlarga taalluqli emas? Yangi qoidalar yashash uchun ruxsatnoma, patent, qochqinlik ruxsatnomasi, mehnat yoki vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnomaga ega bo'lgan va shu jumladan ta'lim olish maqsadida Rossiyada bo'lib turgan xorijliklarga taalluqli emas. Shuningdek, Belarus va Janubiy Osetiya fuqarolari ham mamlakat hududida 90 kundan ortiq qolishlari mumkin. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi xorijiy fuqarolarning quyidagi toifalar uchun vaqtinchalik bo'lish muddatini uzaytirish asoslarini nazarda tutadi. Chet elda yashovchi vatandoshlarni Rossiya Federatsiyasiga ixtiyoriy ko'chib o'tishga ko'mak berishda davlat dasturida ishtirokchi bo'lganlar va ularning oila a'zolari, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari fuqarolari va ularning oila a'zolari, Rossiya ish beruvchisi bilan mehnat yoki fuqarolik huquqiy shartnoma tuzganlar, Rossiya Federatsiyasi fuqarosi yoki Rossiyada doimiy yashovchi xorijiy fuqaroning oila a'zolari, talabalar va ularning oila a'zolari, patent asosida mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan ota-onaning voyaga yetmagan farzandlari. Rossiyada bo'lish muddatini uzaytirish uchun Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlariga yozma ariza bilan murojaat qilish lozim. O'rtakashlarning mamlakatdan chiqib qayta kirish bo'yicha maslahatlarga amal qilish tavsiya etilmaydi, chunki bu Rossiya hududida bo'lish ruxsatini uzaytirishga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Agar siz Rossiyada bo'lish muddatini buzgan bo'lsangiz, huquqiy maqomingizni tartibga solish uchun zudlik bilan Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar organlariga murojaat qilishingiz lozim. Shunday holatda 30-aprelga qadar chiqarib yuborish yoki kirishni yopish chegaralarini qo'llanilmaydi. Rossiyada noma'lum virus tarqalmoqda. Shot nashri ma'lumotlariga ko'ra, kasallanganlar hafta davomida yuqori harorat va qon aralash kuchli yo'taldan aziyat chekishmoqda. Shu bilan birga ularning Covidga gripp testlari manfiy natija ko'rsatmoqda. Kasallik belgilari hammada bir xil. Avval tananing og'rishi va horg'inlik paydo bo'ladi. Bir necha kun o'tgach esa virus shunchalik kuchayib ketadiki, bemorlar hatto o'rnidan tura olmay qoladi. Harorat 39 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Yo'tal esa ko'z yosh chiqarguncha kuchli bo'ladi. Shot bilan suhbatda Aleksandra ismli bemor kasallik boshlangandan bir hafta o'tsa ham antibiotiklar qabul qilganiga qaramay yo'tal hali ham davom etganini aytib o'tgan. 5-kuni esa yo'tal chog'ida qon paydo bo'lganini payqagan. Uning Covid va AV grippiga topshirgan testlari ham manfiy chiqqan. Uning so'zlariga ko'ra, shifokorlar noma'lum virus bilan kasallanganlar soni juda ko'payganligini ta'kidlashmoqda, lekin hozircha bu virus aniqlanmagan. Shifokorlar xulosasida bemorlarga aniqlanmagan yuqori nafas yo'llari o'tkir infeksiyasi (ORV) tashxisi qo'yilmoqda. Agar holat yomonlashsa, tez yordam chaqirish tavsiya etilyapti. Ba'zi taxminlarga ko'ra, bu o'tgan yil dekabr oyida kuzatilgan mikoplazmali pnevmoniya bo'lishi mumkin. Savol-javob. Men Rossiyada patent asosida ishlayman, lekin uni o'z vaqtida to'lay olmadim yoki xabarnoma yuborishni unutdim. Shuning uchun patentim amal qilishdan to'xtatildi. Qonun bo'yicha menga nima xavf soladi va patentni tiklashim mumkinmi? Agar uni bekor qilishgan bo'lsa, nima qilishim kerak? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Agar siz patentni o'z vaqtida to'lamasangiz yoki MVDni xabardor qilmasangiz, uning amal qilish muddati to'xtatiladi. Sizda qarzni to'lash va xabarnoma yuborish uchun 30 kun bor. Agar shu muddat ichida barcha to'lovlarni amalga oshirsangiz, patentni tiklash mumkin.
Agar qarzni to'lash muddati 30 kundan oshsa, patent bekor qilinadi. Bunday holatda uni qayta tiklab bo'lmaydi. Siz yoki Rossiyadan chiqib ketib, yangi patent rasmiylashtirishingiz kerak yoki agar hali ham mamlakatda bo'lsangiz, patentni olish jarayonini qaytadan to'liq o'tashingiz kerak bo'ladi. Agar amal qilmaydigan patent bilan ishlasangiz, bu qoidabuzarlik hisoblanadi. 5000-7000 rubl miqdorida jarima solinishi mumkin. Agar bekor qilingan patent bilan ishlashda davom etsangiz, Rossiyaga 3 yildan 5 yilgacha kirish taqiqlanishi mumkin. Rossiya Federatsiyasidan chiqish va Rossiya Federatsiyasiga kirish tartibi to'g'risidagi 26-modda. Bekor qilingan patentdan so'ng yangi patent olish uchun 1 yil kutish kerak. Shuning uchun patent to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish va barcha cheklarni saqlab qo'yish muhim. Agar patentni o'z vaqtida to'lay olmasangiz, jarima va taqiqlardan qochish uchun Rossiyadan chiqib ketishingiz ma'qul. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlar uchun endi majburiy bo'ladi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi xorijliklarning mamlakatga kirishi uchun majburiy shartlarni ma'lum qildi. Rossiyaga kiruvchi barcha xorijliklar, shuningdek, uning uzoq vaqtdan beri mamlakatda bo'lganlar tibbiy ko'rikdan o'tishi shart, deb yozadi RIA Novosti Ichki ishlar vazirligiga tayanib. Ushbu talab mamlakatda uzoq vaqt bo'lgan barcha xorijliklarga, jumladan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari fuqarolariga ham tegishli bo'ladi. Chet elliklar shuningdek har yili bir qator kasalliklarning yo'qligini tasdiqlashlari kerak bo'ladi. Rossiyaga kirib kelgan barcha xorijliklar 30 kun ichida tibbiy tekshiruvdan o'tish shart bo'lishi mumkin. Davlat dumasiga tegishli qonun loyihasi kiritildi. Hozir Rossiyaga faqat ishlashga kelgan migrantlar 30 kun ichida tibbiy ko'rikdan o'tish shart. Boshqa maqsadlarda kelganlar 90 kun ichida o'tishi kerak. Agar tashrif maqsadi turizm bo'lsa va xorijliklar 90 kundan ortiq Rossiyada qolmasa, tibbiy tekshiruvdan o'tishi shart emas. Qolaversa, Ichki ishlar vazirligiga migrantlarning tibbiy ma'lumotlari bilan tanishish imkoniyati beriladi. Agar migrantda giyohvandlik moddasi, yuqumli kasalliklar aniqlansa, uni deport qilib Rossiyaga kiritishni taqiqlashlari mumkin. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Tatariston O'zbekistondan 10 ming muhojirni ishga qabul qiladi. Bu haqda Migratsiya agentligi va Alabuga maxsus iqtisodiy zonasi o'rtasida memorandum imzolandi. Yaqin kunlarda nomzodlarni tanlash jarayoni boshlanadi. Avvalroq KAMAZ kompaniyasi o'zbekistonliklarni ishga taklif qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Uy egasi registratsiya qilib berishga urinmasa nima qilish kerak? Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada biror bir joyni yashash uchun ijaraga olishdan avval uning egasi bilan birinchi o'rinda registratsiya masalasini kelishib olish kerak. Chunki o'z yashash joyingizda ro'yxatda turish qonuniy va bepul hisoblanadi. Boshqa joyga registratsiya qildirsangiz, registratsiya noqonuniy va pullik bo'lib, uning MVD bazasida bor yo'qligi hamda doim shubha ostida bo'ladi. Noqonuniy ekanligi sababli bitta shu narsani deb deportatsiya bo'lib ketish ehtimoli katta. Agar kvartira egasi sizni ro'yxatdan o'tkazishni istamasa, undan aniq bir sabab keltirishini so'rang. Uy egasiga hech qanday shubhalar bo'lmasligini ayting. Registratsiyaga qo'yilgan odam hech qachon uyga ega chiqa olmasligini, boshqa migrantlarni ro'yxatga qo'ya olmasligini, sodir etgan ishlari uchun uy egasi emas, faqatgina o'zi javobgar bo'lishini, kommunal to'lovlarni uydagi odamlar soniga qarab emas, счетчикdan o'tgan ko'rsatkichlar bo'yicha hisoblanishini tushuntiring. Oxirida uy egasi uning harakatlari noqonuniy ekanligini ham eslatib qo'ying. Migrantlarni ro'yxatdan o'tkazmaganlik uchun qonunda 2000 dan 4000 rublgacha jarima ko'zda tutilgan. Registratsiyaga qo'yish uchun idora yurish shart emas. Hozirda registratsiyani migrantni o'zi Gosusluga portali orqali onlayn qila olishi mumkin. Uy egasi portalga o'z akkauntidan kirib tasdiqlab qo'ysa kifoya. Barcha gapdan keyin ham ko'nmasa, yaxshisi boshqa joy toping. Unutmang, yashash joyiga registratsiya qilib olgan migrant juda ko'p boshqa og'riqlardan qutulgan bo'ladi. Ushbu xabarni barcha yaqinlaringizga yetkazishni unutmang. Sankt-Peterburgda migrantlar soni 60% ga kamaydi. Sankt-Peterburgda ro'yxatga olingan migrantlar soni 2024-yilda sezilarli darajada avvalgi yilgi ko'rsatkichlarga nisbatan 60% ga kamaygan. Bu haqda shaharning vitse-gubernatori
Igor Potapenko ma'lum qildi. Potapenkoning so'zlariga ko'ra, hozirda shahar hududida taxminan 210 ming migrant yashamoqda. Ulardan taxminan 21 ming nafari bolalar. Ularning 6 ming nafari bog'chalarga boradi. 15 ming nafari esa maktablarda ta'lim oladi. Vitse-gubernator migrantlar sonining kamayishini huquq-tartibot organlarining nazorat kuchayishi bilan bog'ladi. 2024-yilda Sankt-Peterburgda huquqbuzarliklar qilgan chet el fuqarolari uchun Rossiyaga kirish taqiqlangan 13 mingdan ortiq qaror qabul qilindi. Men umumiy sonning 60% ga kamayganligini aytdim, lekin patent to'lovlari 6 milliarddan 9 milliard rublgacha o'sdi, dedi Potapenko.